Bugün bir tal tuxum bilan bir qozon sho'rpa qo'ytimiz qizlar shunda chuchmal shunchalik o'xshagan bakitishlik. Boshlab ketdi qizlar amsa men kokismi ishlatdim. Sizlar zaytunmi odatlik tomoq yetadigan may xolgancha ishlasanglar bo'ladi. Mana bu kokismini eritib olgandan keyin g'o'l piyoz, samsoqlar bilan xushroq chiqish qo'rvilib tuzlarni tangshab, pomidorlarni sapla, birishga o'rib-cho'rib qizartib, suyini quydim. Mana shunchalik oddiy. Attiganlik nashtalarda yoki bo'lmasa yenik suyiq salang nazishimizga qolgan vaqtda bu intayin mas keladi. Muvofiq miqdorda suvni quyib adam soni qarta. Qaynagandan keyin alnala chiqib tayyorlab olgan tuxumimizni mushu bir tarafdan bir yo'nalishda qo'ychigash, bir tarafdan tuxumni to'kimiz, qaranglar. Bir tal tuxumda bir qozon sho'rpa bo'lib ketdi. Mana ba'zan do'stlarning boshi tuxum qo'rvilib, analikin qig'inni ko'rdim. Bundan keyin ma usulni qo'llanib beqinglar. Qaynab tayyorgandan keyin tuzlarni tangshib elib, palakning sal tasib pishirgan g'o'l qismini boshlab bir qaytilib, analikin yo'pirmoqni sapla, asaq bo'ldi. Qaranglar, shundoq ichishlik yoqtirgan bo'lsanglar, sizlar oilasini beqinglar. Yuraklarni berib gullarni avatib qo'ygash, bosh patdagi finzi tupum kirilishni unutqanmanglar. Her günü paranglar qizib ketadi, mush yemek, ishmek, tamoqlar to'g'risida.